fevral oyidagi o'quv kursiga nimalar tayyorlab qo'yganimni bilasizlarmi? Bilasizlar, Toshkent shahrining eng sifatli nomer 1 yagona eng zo'r o'quv kursi hisoblanamiz. Nimaligini bilasizlarmi? Sababi bizda vrachlar dars beradi. Sababi bizda praktika jarayoni ko'p. Hech qaysi Toshkentda o'quv kursida vrachlar dars bermaydi. Ortoped, pediatr, gerodoterapevt, reabilitolog. Bitta yangilikni aytaymi? Endi meni kursimda Alisher Ahmedov, reabilitolog, imkoniyati cheklangan bolalarni LFKsini sizlarga o'rgatadilar. Kursim mukammal tuzib chiqilgan. Har bitta berayotgan bilimimizdan sizlar daromadga kirishinglarni xohlaymiz. Hattoki quloq teshish darsini ham kiritganmiz. Osteopatiya, nevrologik, ortopedik massaj usullarini shaxsan men o'zim o'rgataman. Praktika jarayoni klinikalarimda bo'ladi. Bolalarda masterlar